Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi Babydior klinikamizdagi yangi muolajamizni boshladik. Bu bolamiz Muhammad Umar, 4 yoshli bolamiz, 2021-yilda tug'ilgan. DTP diagnozi bilan bizga murojaat qilishib kelishdi. Bizda 4-kunlik muolajalarimizni olmoqda. 4 kunlik muolajamiz oyoqlari qatib qo'ygan, tonuslari bor edi. Bugun mana bugungi holatlarida bemalol oyoqlari bo'shab harakatlanishni boshladi. Lekin sababchi biz bo'lishimizdan xursandmiz. Albatta sizlarni Babydiorga kutib qolamiz.